Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining Urgut filiali pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti 204-guruh talabasi Sobirova Sevinchning pedagog kasbiga kirish fanida mustaqil ishi. Shaxs qobiliyati iqtidorining pedagog psixologik tarkibiy tuzilmasi va o'ziga xos jihatlari mavzumiz. Reja, shaxs qobiliyati va iqtidor tushunchasining nazariy asoslari. Ikkinchi, qobiliyatlarning psixologik tarkibiy tuzilmasi. Uchinchi, xulosa. Qobiliyat shaxsning individual psixologik xususiyati bo'lib, muayyan faoliyat yuzasidan layoqati va ishni muvaffaqiyatli amalga oshirish. Subyektiv shart-sharoitini ifodalovchi individual psixik sifatlarning yig'indisidir. Zarur bo'lgan bilim va malakalar ko'nikmalarini egallash dinamikasidagi farqlarni aniqlaydi. Qobiliyatlar individual psixologik xususiyat bo'lgani sababli shaxsning boshqa sifatlari va xususiyatlariga, ya'ni aql va sifatlariga, xotira va xarakter xususiyatlariga, his-tuyg'ulariga qarama-qarshi qo'yilmaydi, balki ular bilan bir qatorga qo'yilishi kerak. Qobiliyatni inson tug'ma tabiat in'omi sifatida tayyor holida olmaydi, balki hayotiy faoliyat davomida shakllantiradi. Psixologiyada qobiliyat insonning kasbiy bilim, ko'nikma malakalarini qiyinchiliksiz, osonlik bilan mukammal egallashi va biror faoliyat bilan muvaffaqiyatli shug'ullanishiga aytiladi. U o'quvchining kasbiy faoliyatida ham yorqin namoyon bo'ladi. Kasbiy faoliyatning ta'lim mazmunini belgilovchi sifatini o'qituvchining ijodkorligida namoyon bo'ladi. Ijodkorlik bu sifat jihatdan yangi, original va takrorlanmas biror yangilik paydo qiluvchi faoliyatdir. Qobiliyat o'qituvchining individual imkoniyatlarini xarakterlaydi. Bir xil sharoitda qobiliyatli o'qituvchilar o'z faoliyatida ham qobiliyat past kishilarga qaraganda yutuqlarga erishadilar. Qobiliyat shaxsning ham umumiy, ham maxsus rivojlanishida tezroq oldinga siljib borishi, uning ijodkorlik va faoliyatida eng yuqori natijaga erishishini ta'minlaydi. Qobiliyatli kishi mutaxassislikni tez egallay oladi va yuqori mahoratga erishadi. Qobiliyat bilimdan farq qiladi. Bilim bu ilmiy mutolaa natijasida qobiliyatidir. Xulosa qilib shuni aytamizki, shaxs qobiliyati va iqtidori ta'lim jarayonining eng muhim psixologik pedagogik kategoriyalaridan biridir. Qobiliyat inson faoliyati davomida shakllanadigan murakkab psixologik sifat bo'lsa, iqtidor qobiliyatning yuqori darajada namoyon bo'lishi bilan ajralib turadi. Bu jarayon biologik, ijtimoiy, pedagogik va psixologik omillarning o'zaro ta'sir asosida rivojlanadi. Ta'lim tizimi iqtidorli o'quvchilarni erta aniqlash, qo'llab-quvvatlash va ularni differensial yondashuvlarni qo'llash orqali yuqori natijalarga erishishi mumkin.